qulay bo'lsin deymiz. Ana endi keling aziz davramiz qadrdoshlari, davramizning asosiy qismiga yo'llanamiz. Asrlar davomida, yillar davomida udum bo'lib kelayotgan, dillarni dillarga payvasta bog'lovchi, ikki yoshning sevgilarining ramzi, muhabbatlarning ramzi atalmish nikoh uziklarini kelinkolarimiz bir-birlariga tantanali ravishda taqdim qiladilar. Bundan tashqari Muhiddinjon, Shahnozaxon, yaxshi niyatlaringlar, umrlaringiz, hayotlaringiz ana shu shirin tortdek, shirin va totli bo'lsin deb shirinliklarimizni sizga taqdim qilamiz. Marhamat keling-kuyov, chiroy qilib uziklardan so'ng tortlarimizni taqsimlarga bo'lishib olamiz va shuning bilan birgalikda kuyovjo'rlari bugungi qadoq so'zlarimizni kelin-kuyovlar uchun ko'taramiz. Shuning bilan birgalikda shampanskiy vinolarni ham bir barakaga kelin-kuyovlarimizning baxti uchun ochib olamiz. Jamiki to'kib sochilgan nozimatlarimizni haqiga asosiysi mana shu yosh, qalbi yosh sevishgan kelin-kuyovlarimiz haqiga bitta chiroyli duoyi Fotihani olsak.